sizlarda? Assalomu alaykum hurmatli gruppamiz kuzatuvchilari. Mana xudo xolisa bu xolamizni 10 kun oldin massaj hijoma fizioterapiyaga olgan edik. Mana 10 kundan keyingi natijalarni bo'lishamiz. Birinchi o'rinda shuni aytib o'tmoqchiman. Xolamizni rangiga e'tibor qilamiz. Hijomadan oldingi videosiga e'tibor qilib qarasalaringiz va hozirgi holatidagi rangi. Gapiring xola. Xudoga shukr, mana qizim menga massaj qildi. Yaxshiman bolam. Oldingidan ancha yaxshiman. Oyoqlarim o'zim yengil bo'lib qoldi meni. Rahmat, ming rahmat shu qizimga. Oyoqlaringiz isib qoldimi? Oyoqlarim ham yengil bo'lib qoldim. Hech yurishni xohlamasdim meni. Baladay intilib, kecha Xorazm artisti bo'ldim. Rosa yaxshi o'ynadim, boboyimga o'ynab berdim meni. Rahmat. Qo'llaring dard ko'rmasin. Joni sog' bo'lsin. Sog' salomat bo'l. Topqanga baraka bersin bolam. O'tganingiz kelsin. Rahmat. Qo'shganimga qo'sha qari. Bolajog'imiz sog'-omon bo'lsin. Aytganingiz kelsin, xudo xolisa. Shu o'rinda shuni eslatib o'tamiz. 10 kunlik fizioterapiyani ichida birinchi kun hijoma va oxirgi 4-chi kun hijoma qildik. Birinchi kun hijomani qonidagi farqi bilan ikkinchi kun hijomani qonidagi farqi juda ham katta edi. Birinchi kun hijomadan chiqqan qon juda ham balchiq sifat edi. O'sha yengillik sezgandan keyin massajning orasida ikkinchi hijomani ham urdik, oyoqlaridan qildik. Uning rangi sal qonning o'zining asl holatiga yaqinroq holatda edi. Xursandmiz xola, 10 kunlik higiyenadan minnatdormisiz? Joningiz sog' bo'lsin. Rahmat. Sog' bo'ling.